Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida aytadilar, ikkita ne'mat bor. Juda ko'p odamlar bu ikki ne'matdan g'ofil. Shu ne'mat odamlarda bo'ladi, lekin buni bilishmaydi borligini. Bu sog'lik bilan bo'sh vaqt. Sog'lik bilan bo'sh vaqt. Inson sog'ligini qadriga qachon yetadi? Kasal bo'lganda. Tishingiz og'riydi, uxlamaysiz, voy tun shunaqa uzoqmi deysiz. Sovuq o'tib, hojatxonaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qolasiz, voy quvuqni mahkam turishi shunaqa ne'matmidi deysiz. Mana xususan qish kunlarida turibmiz. Sog'lik shunday ne'matki, u yo'q bo'lganda yana bilinadi. Borligida ko'rinmaydi. Ayolingiz bo'lsin, solih farzandingiz bo'lsin, moli dunyoyingiz bo'lsin, jamiyatda bir hurmatingiz bo'lsin, ammo sog'ligingiz bo'lmasa, bu moddiy ne'matlarning qadri yo'q bo'ladi. Zo'r ekanmi? Zo'r ekanmi? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Parvardigor ofiyat ber menga, sog'lik ber menga deb so'raydi. Chunki inson sog' bo'lsa bolasini tarbiya qila oladi. Inson sog' bo'lsa ibodatlarni chiroyli suratda ado qila oladi. Demak, iymon ne'matidan keyin turadigan birinchi ne'mat sog'lik.